Qo'z tasvirlab beradigan kinoyim miyangizni qattig'ini chiqarib yuboradi. Realni aytyapman, qattig'ini chiqarib yuboradi. Kinoning orasida miyalaringiz qizib ketadi tushunish uchun. Kinoning nomini oxirida aytaman, demak ta'riflashni boshladik. Tasavvur qiling, o'q uzildi, lekin o'q devordan qurol ichiga qaytmoqda. Yoki mashina portladi, lekin alangasi ichiga tortildi. Vaqt faqatgina oldinga emas, orqaga ham yurishi mumkin bo'lsa-chi? Ushbu kinoda shu nazariyaga javob olamiz. Rejissyor Kristofer Nolanning navbatdagi shedevri. Film maxfiy topshiriqqa jalb qilingan agent haqida. U dunyoni katta xavfdan saqlashi kerak, lekin bu safar muammo oddiy dushman emas. Muammo vaqtning o'zi. Ba'zi narsalar teskari harakat qiladi. Voqealar bir vaqtning o'zida ikki yo'nalishda ketadi, ham oldinga, ham orqaga. Bosh qahramon bilan birga siz ham o'zi nima bo'layotganligini birga tushunishga harakat qilasiz. Rostini aytaman, miyangiz qizib ketadi. Film tugaganda esa hammada bir xil reaksiya. Shoshma, yana bir marta boshdan ko'raychi. Bu kinoni Kristofer Nolan olgan, Tenet 2020-yilda chiqqan. Agar kinoni tushunmagan bo'lsangiz, izohlarda yozib qolding. Keyingi videolarda tahlil videosini chiqaramiz. Ya'ni kinoni to'liq tushuntirib beraman. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.